Baland dovon sari ko'tarilmoq aslida mashaqqat. Agar dovondan oshgan kishi ortga qaytsa, erishilgan yutuqlarni boy berib qo'yish mumkin. Demak, faqat ilgarilash kerak. Bu so'zlar sahifamizning bugungi qahramoni O'zbekiston Respublikasi xalq hofizi Mashrab Ermatovning hayotiy shiori. Mustaqilligimizning 24-yilligi bayrami munosabati bilan taqdirlanganlar orasida Mashrab Ermatovning nomi ham bor edi. Umidli odam borki, ilgariga yursin, dovonlarni zabt etsin va oldirmasin deydi qahramonimiz. Bu san'atga kirishimizda avvalo oilaviy muhit sabab bo'lgan. Otam o'z davrini yaxshi hofizlaridan bo'lganlar, Ergashali Ermatov skripka chalib xonish qilardilar endi. Shu oila muhit ta'siri bo'lsa kerak, shu san'atga, ashula aytishga shu yoshligimdan qiziqib uyda ashula aytib o'tirardim. Mahalla ko'yda davralarga olib chiqib, qo'ni-qo'shnilar nimalar endi ashula ayttirishardi. Ashula aytish bilan birgalikda keyin otamiz shu musiqa maktabida ham o'qisangiz o'g'lim yaxshi bo'lardi deb o'zlari yetaklab musiqa maktabiga olib borganlar. G'ijja sozida o'qishni boshlaganman. Shu narsa bizga endi turtki bo'lganda endi muhit birinchi o'rinda muhit rol o'ynagan. Shunga niyat qilib konservatoriyaga maqom shu Sharq musiqasi kafedrasiga maqom ashulasi bo'yicha o'qishga kirdim keyin. Ijod zavqi bu har bir ijodkorni o'zini dunyo qarashi, ichki bir hissiyoti bilan bog'liq. Bastakor bastalab shu o'zini ichki dunyosidan harakat qilib yuzaga chiqazishib, shu o'zini ichki tug'yonini ro'yobga chiqarsa, yuzaga chiqarsa, o'sha zavqlanadi o'zini shu yaratgan narsasidan. Ijrochi o'sha ijro qilgan narsasini ozgina bo'lsa ham ko'yini o'zini avvalo to'lishi qiyin, lekin ozgina bir 60%, 70% to'lsa ham shu ijrosidan o'zini shu narsaga meni layoqatim yetdi, imkonim yetdi shu narsani. Sal bo'lsa ham mana shu xalq eshitib, rahmat degan so'zini eshitdim desa, mana shu ijodni zavqi shunda bo'lsa kerak deyman. Har qanday buyuklik ham kamtarlikdan boshlanadi. Bugungi kunda Mashrab Ermatov O'zbekiston Davlat konservatoriyasining dotsenti. Bu maskanda ham ustoz sifatida hurmat qozongan. Mashrab aka san'at olamiga bolalikdan mehr qo'ygan. Hozirda yosh avlodga mumtoz san'atimizning siri asrorlarini o'rgatib kelayotganliklari ham shundan bo'lsa kerak. Mashrab Ermatov hamisha mehnatni sevdi. Hayotda nimagaki erishgan bo'lsa, bari mehnati tufayli bo'ldi. O'zbekiston Respublikasi xalq hofizi degan yuksak mukofot qahramonimizning ko'p yillik halol mehnatlari uchun berilgan eng noyob tuhfa bo'ldi. Bu xabarni eshitish avvalo hamma san'atkorga ham nasib qilsin. Avvalo shu barcha san'atkorlar qatori men ham shu yuragim jo'shib ketdi. Nahotki biz bir kichkina bir san'atimizni, kamtarona san'atimizni yurtboshimiz shunchalik qilib baholab, shunchalik bizga e'tiborlarni qaratganiga juda ham endi buni so'z bilan izohlab bo'lmaydi. Juda xursandchiligimizni, oilamiz bilan juda ham xursand bo'ldik. Mashaqqatsiz hech narsaga erishib bo'lmaydi. O'sha men 15 yoshimda Toshkentga kelganman-da, o'sha musiqa bilim yurtiga. Endi hayotda qiyinchiliklari baribir endi biz uchun musofir yurt demaymiz-ku, musofir shahar bo'lganda endi biz uchun oson emas bir narsani ro'yobga chiqarish. Buni tagida xalqimiz tayyor mahsulotni eshitadi-da ko'p. Uni bu yoqdagi sahna orti deydi, yo bo'lmasam ijod orti deydi. O'sha mashaqqatlarini ko'pchilik tasavvur qila olmaydi. Faqat shu ijrochi yo bastakor yo shu ijodkor o'zi biladi, sezadi o'zini qiyinchiliklarini. Oilamiz san'atkorlar oilasi bo'lgani uchun albatta bu borada dadajonim haqida gapirmaslikning ilojisi yo'q. Sababiki ularni demakki bizga har bitta o'sha pand nasihatlari qulog'imizga quyilishi shart va majbur. Sababi ularni qo'lga kiritayotgan hozirgi kundagi o'sha mukofotlari, har bitta yutuqlari biz farzandlarga ham o'ziga xos va mos bo'lgan tarzda qandaydir bir vazifalarni, mas'uliyatlarni yuklaydi. Endi ular haqida gapiradigan bo'lsam, eng asosiysi ular juda ham kamtarlar.
biz mana shu jihatlarini har bitta mana 4 ta farzand bo'lsak, har bittamiz olishga harakat qilganmiz. Kamtarliklari o'sha kerak paytda o'z ustilarida o'sha professionallik darajasida ishlay bilishlari, farzandlarga mehribonliklarini o'sha biz ko'rib hayotimiz davomida oilaviy muhitda o'sib katta bo'lyapmiz. Endi albatta xonadonimizda yaxshi kunlar juda ham ko'p bo'ladi. Bunda esa o'sha san'atkorlarimizni, xalqimiz ardoqlagan san'atkorlarning ishtiroki xonadonimizga fayz bag'ishlaydi va mana shunday paytlarda dadajonimiz shu qo'llariga sozlarini olib chiroyli bitta xonish qilib berishlari albatta menimcha hammaga zavq-shavq bag'ishlashi bu turgan gap. Baxtimizga umrlari uzoq bo'lsin. O'ylaymizki, hali dadajonim ijrolarida juda ko'plab mumtoz qo'shiqlarimiz yangraydi. هجران تنی جفاسی إلى جان بود بی قرار بودی سرم bütün جهان taneler binen azarın sen hem cefalar binen yetmemini havsan ey gönlümni kılgıcı alem bilen zor Endi shukronalik deganda avvalo mana shu yashab turganimiz, shu yurtda yashayotganimiz, vatanimiz O'zbekiston degan narsa biz uchun tegishli bo'lganiga shukrona qilamiz. Bu shukronani qadriga yetish kerak. Bu tinchlik bo'lmasa san'at to'xtab qoladi. Chunki tinchlikni bir ostiga joylashgan narsa bu san'at. Bu shoxobchalari deymiz. Tinchlik so'zini shoxobchalariga bo'lsak, san'at ham shuni ichida. Mana shu biz ijro qilayotgan narsalarimiz, ijod qilayotgan narsalarimiz, mana yurtimizda konsertlar, doim bayramlar, bular faqat tinchlikni nimasidan-da, shu tinchlik borki, yurtimizda mana shu xursandchilik bor. Shu paytgacha kelgan narsalar ustoz shogird tufayli kelgan. Endi mana hozirgi kunlarda mana zamonamiz, davrimiz texnikalashib ketgani, yana bu endi shu o'rganuvchilarga sal yengillik bo'ldi. Avvalo oldingi davrlarda bir magnitofon bo'lmagan, radio televideniya bo'lmagan. Ular albatta ustozdan o'rganib, keyin o'zi vaqt soat kelib ustoz bo'lib, ular yana shogird ko'rdim. Shunaqa qilib bo'ladigan narsa bo'lgan. Lekin hozir ham hali bir xalqimizda bir naql bor. Ustoz ko'rmagan shogird har maqomga yo'rg'alar degan. Ustoz baribir ko'rish kerak. Xudo farzand ato qilgan paytda niyat qilardim, shu o'g'ilmi, qizmi san'at deb qo'yaman ismini deb. Mana Xudo qiz berdi, San'atxon deb ism qo'yganman. Bu san'atga bo'lgan biza shu mehrimiz, muhabbatimiz, hurmatimiz tufayli. Mana oilada mana qizim ham shu san'atga baribir bog'liq, shu nimada mana konservatoriya, O'zbekiston davlat konservatoriyasini bitirdi. An'anaviy shu xonanda bo'lib. Undan keyin mana Eldor o'g'lim Eldor Ermatov
bu ham maqom kafedrasida shu xonandalik bo'yicha mana o'qishlarni bitirdi. Katta nabiram Kamronbek bu bolaligidan mana hozir endi sal katta bo'lib qoldi. Mana shu ritmga shunaqangi tushadi, san'atni shunaqa yaxshi ko'radi. Mana hozir ham kirib kelganlaringizda qo'limga doirani olib kelib choling deb o'zi ham doirani ushlab oladi. Endi qiziqadi-da. Deymanki baribir shu avlodga o'tib nimasi sezasizda baribir. Mana o'zimiz otamizdan haligi qilganmiz. Endi bizning mana farzandlarimizni farzandlari bularda ham demak shu eskilarda haligi sal bo'rttiribroq gapirishadi, qonida borda degan bir ibora bor. Shu narsa baribir ko'rinar ekanda. Endi orzuni chegarasi yo'q. Hali orzuimga 100% erishdim deb gapira olmayman. Hali bu balkim 30%dir, 40%dir. Hali yarmi ham ko'nglim hali nima bo'lgani yo'q, to'lgani yo'q hali. Yana balkim umrimiz uzoq bo'lsa, hali ko'p o'zimizni dilimizdagi orzu niyatlarimizga hali shu yetishlarni niyat qilamiz. Darhaqiqat inson hayotdan fazilatlar qidirib yashamog'i kerak. Agar u dunyoga yorug' nigohlari bilan boqsa, o'zining ham turmushiga ziyo olib kiradi, omadli insonga aylanadi va el yurt ichida mehnati bilan e'zozlanadi. Shu jihatdan qaraganda taniqli san'atkor ezgu ishlari va ustozlik faoliyati bilan ko'pchilik o'rtasida obro'-e'tibor qozondi. Muhimi, umr daftari sahifalarini yaxshiliklar bilan bezamoqda. Yana bir bor yuksak mukofot muborak bo'lsin deymiz.